Assalomu alaykum. Mening mahallam loyihasining navbatdagi soni. Efirda biz bu gal ko'rsatuvimiz sonini Yangi Hayot tumani Olchazor mahallasidan olib boramiz. Kuzatib boring. Yozib, bundan chiqib kelarkancha materiallarni yana uylarni qo'yib, qo'lni elektrik suvga olib chiqamiz. Qaysi joyda yashaysiz? Jo'rayib Abdurasul Shavkatov. Olchazorga kelarkanmi? Domlarni atrofida. Qancha vaqtdan beri profilaktika inspektori sifatida ish faoliyatini olib borasiz bu yerda? Men profilaktika inspektori bo'lib, 2021-yildan beri ish faoliyatimni boshlaganman. Men shu Olchazor mahallasini profilaktika inspektoriman. Hozirgi kunda Olchazor mahallasida 6634 aholimiz bo'lib, ulardan o'tgan yilga nisbatan jinoyatlarimiz 40-50% ga kamaygan. Muhtaram prezidentimizning 2025-yil 2-sonli qarorlari PQR bo'yicha bu yo'nalishlar bo'yicha mana biriktirib bergan mahallada post patrol xizmatlari, Milliy gvardiya xodimlari kameralashtirib yuribmiz. Kamerada hozirgacha o'rnatyapmiz yo'q joylarga. Necha foiz o'rnatildi kamera mahalla? 75% o'rnatildi. Hozir xonamga integratsiya qilingan. Bunda bizga qulayligi o'sha mahallada jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish uchun bizga bu kameralar kerak edi hozir. Bu o'shani evaziga hozir joyida barvaqt oldini borib olyapmiz, huquqbuzarliklarni va jinoyatlarni oldini olyapmiz. Xususan men o'zim nochga tushgan vaqtimda narkotik bilan bog'liq bo'lgan zaifga tushgan vaqtida joyga yetib borganimizda haqiqatdan ham o'sha fuqaro kelgan lokatsiya bo'yicha o'sha yerda kovlayotgan vaqtida aniqlab joyida nimalarni vujdok sifatida olganmiz. Noqonuniy moddalarni. Rasmiylashtirilgan. Endi bu ham o'sha xonangizdan turib o'sha ko'rib shubhalanib borgansiz. Xuddi shunaqa yurganligini o'sha kamerada ko'rganmiz. Shu joyga zudlik bilan chiqib borib, shu joyida o'zida jinoyatdan bugungi kunda endi tashqariga ham chiqmayapsiz, asosan shu mahallani o'zida bo'lyapsizmi? Yig'ilishlar bo'lmayapti. Mana mahallada 24 soat 7 mahalladamiz. Buzarliklarni barvaqt oldini olish bo'yicha ishlayapmiz. Meni mahallamda Olchazor mahallasida hech qanaqa huquqbuzarlik va jinoyat sodir oldini olish bo'yicha tunu kun xizmatdaman. Qaysi hamkor tashkilotlar bilan birga ishlaysiz? Milliy gvardiya xodimlari bilan hamkor tashkilotda, PPS xodimlari bilan, hokimiyat vakillari, mana o'zimizda 7lik bor. 7liklarga qo'shma qaror asosida xulosalar beriladi. Qo'shma qaror asosida tunu kun men tushayotgan zaifkalarda, oila turmush doirasida tushayotgan zaifkalarga bularga ham qo'shma xulosa doimiy muntazam ravishda berib boriladi. Chunki ertangi kuni uyiga borib, o'sha o'zimizda bu yerda GOM boshlig'i deydi, HPV boshlig'i deydi, ZAMI deydi, birga chiqib mahalla 7lik bilan borib o'rganamiz. Undan tashqari mana butun respublikamiz bo'ylab xavfsiz va sog'lom yurt oyligi ketyapti, to'g'rimi? Bu oylik davomida qanday ishlar amalga oshirildi, xususan mana shu Olchazor mahallasida? Xususan Olchazor mahallasida ko'p ishlar amalga oshirilyapti. Mana kameralar xonamga integratsiya qilib berilyapti. Qo'riqlov pultlari o'rnatilyapti. Chilonzor tajribasi bo'yicha ishlarni tashkillashtirganmiz. Juma, shanba, oddiy kunlar kuchaytirilgan tartibda ishlarni muntazam olib boryapmiz. Mahalladan chiqmasdan ish faoliyatini olib boryapman deyapsiz. Deylik mahallada tirbandlik yuzaga kelib qoldi. Nima qilasiz shunaqa? Mahallada tirbandlik yuzaga kelib qoladigan bo'lsa, bizga o'zimizning hududimiz bo'yicha shu chiqib joyiga chiqib o'rganamiz. Yo'lda bo'ladigan tirbandliklarni yo'ldan oldini olamiz. O'zimiz profilaktika inspektorlarining ham vakolati bor, shu chiqib joyiga yo'llarni ochib, fuqarolarni erkin va xavfsiz harakatlanishiga. O'sha yo'l patrul xizmati inspektorlari yetib kelgunicha duch kelib qolsangiz o'zingiz ham bajaraverasiz. Bajaramiz. Chunki biz qasamyod qilganmiz. Mana shu ichki ishlar organlari kirayotgan vaqtimizda tunu kun xalq xizmatidamiz. 24 soat ishlaymiz va xalqqa doimiy yordam beramiz va doimo ishonchini oqlaymiz muhtaram prezidentimiz. Mening mahallam loyihasining bu galgi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. O'zingizni ehtiyot qiling.